Assalomu alaykum aziz YouTube ahli, aziz obunachilarim. Xudo xolasa mana bruderlarimizni bo'shatdik. Xudo xohlasa mana to'ychi do'stimiz keldi. Ketdik mana bu yog'iga. Chiqib boramiz. Inshaalloh. Alloh barakasini bersin mana. Bildirib bo'lmaydi. Siz qo'y, Mana 1,5 ming bedanani olib ketishyapti mana. Bu bolaga nima zaril deyman-da, bedana boqibdi. To'ychi ne bedana boqasiz? bekorchilikdan. Boyib ketish uchunmi? Ha? Ha, bekorchilikdan. Qochishini qarang uni videodan. Alloh barakasini bersin. O'rtoqlar, duo qilib qo'yinglar, salomon yetib olsin.